Shimlarda uchraydigan golfi tikish texnologiyasiga qiynalasizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring va oson uslubini o'rganib oling. Bizga shimning oldi detali va 2-4 sm dan golfi detallari kerak bo'ladi. Shimning chap tarafiga 2 qavatli golfi detali, o'ng tarafiga esa 1 qavatli golfi detalini ishlatamiz. O'ng tarafdagi golfi detalini tikamiz va ustidan 0.1 bostirq chok beramiz. Chap tarafiga golfi uzunligida zamokni joylashtiramiz va ustidan ikkinchi detalni qo'yamiz va bitta chok beramiz. O'ng tarafni buklaymiz va 1 sm holatda chap taraf ustiga chiqazamiz. Bulavka sanchamiz va ichki qismni ag'daramiz. Pastki chokni davom ettirib 1 sm holatda tikib qo'yamiz. Endi ichki qismni ag'darib, o'ng tarafini qotirib olamiz. O'ng tarafdan ustga tikiladigan chokni chizib chiqamiz. Endi ustidan chiroyli qilib ustki chokni tikib chiqamiz. Faqat orqadagi 2 qavat detalni bir tarafga olgan holda. Ana endi orqa tarafni ag'daramiz va ikkita golfi detalni pastki qismini zakripka berib qo'yamiz. Tayyor holatga kelgan golfimizga chiroyli qilib dazmol beramiz. Zamok ortiqchasini kesib tashlasangiz bo'ladi, chunki poyezdga kirib ketadi. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'ling va tikuvchi tanishlaringizga yuborib qo'ying.